Savol. Mashhur bo'ldingiz, keyinchi 1 milliard podpischiging bor, keyinchi eslaringdan chiqarmanglar, har bir daqiqalaring uchun TikTok, Instagram, YouTube xohlagan tarmoqdagidek har bir sekundlaring uchun, har bir qilgan ishlaring uchun albatta javob berasizlar. Bu dunyo sinov dunyo. Har bir salomning aligi bor. U alikni Alloh taolo qiyomatda oladi. Eslaringdan chiqarmanglar. Men yaxshilik qilib yuribman. Men shunchaki qilgan ishing uchun ham javob berasan. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, kim Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, yo yaxshi gap gapirsin, yo jim o'tirsin, yo yaxshi ish qilsin, yo jim o'tirsin dedi. Men sizlarni yomon ko'rishdan, men birortalaringni tanimayman. Ishoninglar, lekin men ishonaman. Ishoninglar sizlar ham, sizlar Alloh taologa bir qadam bossalaring, Alloh taolo sizlarga 10 qadam bosadi. Sizlar yurib borsalaring, Alloh taolo yugurib keladi. Sizlar yugurib borsalaring, atroflaringni o'rab